Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashratul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo Yusuf surasi 111-oyatda marhamat qilib aytadiki: "Batahqiq ularning, ya'ni payg'ambarlar qissalarida aql egalari uchun ibrat bor." Endi mana shu payg'ambarlar qissalarini biz qayerdan topamiz deyilsa, birodarlar, albatta eng avvalo Qur'ondan topamiz. Robbul alamin esa bizlarga mana shu oyatni davomida aytayaptiki, bu Qur'on to'qima gap emas, lekin o'zidan oldin kelganni tasdiqlash va har bir narsani batafsil qilish, hidoyat hamda iymon keltirganlar uchun rahmatdir deydi. Alloh subhanahu va taolo, birodarlar, o'zining rahmati va qudratini ko'rsatish uchun butun koinotni yaratdi. Insoniyat, hayvonot, jamiki mahluqotlarini Alloh o'zining bir-biridan go'zal bo'lgan ism sifatlarini, qudratini, karami va rahmatini ko'rsatish uchun yaratdi. Va mana shu butun mahluqotlarni yaratib bo'lgach, bularga vazifa qilib o'ziga itoat va ibodat qilishni qo'ydi. Bu umumiy vazifa bo'ldi, birodarlar, jamiki mahluqotlar uchun. Biz bilgan shu olamdagi ham, biz bilmagan g'oyib olamidagi ham jamiki mahluqotlarning barchasi Allohga ibodat qilishga majbur. Endi Alloh odamni yaratgach, inson bolasi yer yuzini obod qiladi degan vazifani qo'ydi. Jannatdan iblis va odam chiqarilib yerga tushirilar ekan, bular bir-birlariga dushman bo'lib tushgan edi. Lekin ming afsuski, insoniyatni yer yuzida bajarib kelgan va hozir ham bajarayotgan ba'zi ishlariga, amallariga qaraydigan bo'lsangiz, bular ochiq oydin shaytoniy amallar ekanligini ko'rasiz. Va dunyoni, birodarlar, insonlar ikkiga bo'lib qo'yishdi. Ya'ni yaxshilar va yomonlar o'rtasida bo'lib o'tadigan jang maydoniga aylantirib qo'yishdi. Va bu jang afsuski endi to qiyomatgacha davom etadigan jangga aylanib qoldi. Bunga kim aybdor bo'ldi? Albatta insoniyatning o'zi sababchi bo'ldi bunga. Endi mana shu yerda savol bo'lsa, adolat qani? Alloh zolimlarni yomon ko'rsa, Allohning qudrati buyuk bo'lsa, dunyoda sodir bo'layotgan ishlar bilan hozir sizlar aytayotgan gaplar bir-biriga to'g'ri kelmayapti-ku deyilsa, javob shuki, birodar, Allohning adolati zotan shu. Alloh dunyoni adolat ustida yaratgan. Insoniyatga tanlash imkoniyatini bergan. Chunki inson farishtalar va hayvonlarning o'rtasida yaralgan mahluqotdir. Insonda tanlash imkoniyati bor. Xohlagan odam zolim bo'lsin, Allohning dunyosida yashayapti, Alloh uni xohlaganini yaratib beradi, bu uning adolati bo'ladi. Xohlagan odam mu'min bo'lsin, Allohning dunyosida yashayapti, Alloh uni xohlaganini yaratib beradi, bu uning adolati bo'ladi. Va lekin unutmangki, Allohning ana shu adolati qiyomat kunida, amallar hisob-kitob qilinadigan kunda ham ishlaydi, birodar. Chunki qiyomatda borligini, hali hammasi hisob-kitob qilinishini Alloh zikr qildi. Siz bilan menga xabarini berdi buni. Endi qiyomat kunida ham ikkita bandani o'rtasiga, haqqiga Alloh aralashmaydi. Kimda haqqi kimda qolib ketgan bo'lsa, kim kimga nohaq azob bergan bo'lsa, bandalar o'zaro hisob-kitob qiladi, lekin Alloh bularning ikkalasini o'rtasiga aralashmaydi. Bu uning adolatidan bo'ladi, birodar. O'shaning uchun kimnidir haqqini yegan bo'lsak, kimgadir nohaq azob bergan bo'lsak, zarar yetkazgan bo'lsak, tayyor turaylik. Ishonchimiz komil bo'lsin. Qiyomatda shu bajargan amalimizni to'lash uchun pulimiz bo'lmaydi yonimizda. Endi qanday to'lash kerak deyilsa, solih amallar bilan to'lab beramiz. Sadaqamiz bilan, ihsonimiz bilan, namozimiz bilan, umra savobimiz bilan,
yaxshilik savoblarimiz bilan, mana shu amallarimiz bilan to'lab beramiz, birodar. Insoniyatni mana shunday ikkiga bo'linib ketish tarixi, birodar, Odam alayhissalomning farzandlari bo'lgan Qobil va Hobil yashab o'tgan zamondan boshlanadi. Qobil va Hobil qissasida boya zikr qilinganidek iymon keltirganlar uchun ibrat va namuna bor. Ibn Abbosdan qilingan rivoyatda Alloh taolo Odam alayhissalom va Havvo onani yerga tushirgach, Odam alayhissalom Hindga tushdi, Havvo ona Jiddaga tushdi. Bular Arafat tog'ida uchrashdi. Odam alayhissalom yerga tushgach, Alloh taolo uning osiyligini kechirdi va unga kalimalarni o'rgatib, shariat sahifalarini nozil qildi. Hazrati Odamni, birodarlar, Alloh taolo hech qachon yolg'iz tashab qo'ymagan. Jannatdan qanday tushgan bo'lsa, endi yerda yashab turib, yana qanday qilib jannatga borish kerak bo'lsa, xuddi o'sha yo'lni, ya'ni ilmni Alloh Odamga o'rgatib turdi. Hazrati Odam va Havvo ona yer yuzida hayot kechirar ekan, endi bular xuddi jannatda yashaganidek yerdan ham xohlagan noz-ne'matlarni topa olishmas edilar. Oziq-ovqat topish uchun esa ertalabdan kechgacha ter to'kib mehnat qilishlariga to'g'ri kelar edi. Mana endi, birodarlar, inson farzandi uchun yerdagi haqiqiy hayot boshlanadi. Hazrati Odam va Havvo ona yer yuzida yolg'iz hayot kechirar ekan, Alloh taolodan farzand so'rab duo qilishadi va yaratganning marhamati ila Odam va uning ayolidan Alloh ko'plab zurriyotlarni dunyoga keltiradi. Imom Tabariydan kelgan rivoyatda Havvo ona Odam alayhissalomga 40 ta farzand tug'ib beradi. Har dunyoga kelgan farzandlari egiz bo'lib, bittasi o'g'il bo'lsa, ikkinchisi qiz bo'lib dunyoga keladi. Odam alayhissalom eng birinchi dunyoga kelgan o'g'il farzandiga Qobil, yonidagi egizi qiz farzandga esa Qulayn deya ism qo'yadi. Oradan 2 yil vaqt o'tgach, Hobil va yonida yana egiz bo'lib qiz farzand dunyoga keladi. Odam alayhissalomning zurriyotlari yer yuzida o'sib, ulg'ayib, ko'payib hayot kechirar ekan, bularning ichidagi Qobili dehqon, Hobili esa cho'pon bo'lib hayot kechirishadi. Alloh subhanahu va taolo Hazrati Odamga shar'iy sahifalarni nozil qilar ekan, yer yuzida insoniyat naslini yanada kengroq va tezroq tarqalishi uchun odam zurriyotlariga bir-birlari bilan oila qurishlariga ruxsat bergan edi. Faqat egizlari bundan mustasno edi. Ya'ni odam zurriyotlariga Alloh taolo bir-birlari bilan oila qurishlari uchun ruxsat bergan edi, faqat o'zlari bilan birga dunyoga kelgan egizlari bilan emas, akasi yoki ukalari bilan birga dunyoga kelgan egiz qizlarga uylanish uchun ruxsat bor edi. Mana shu shar'iy an'anaga ko'ra Odam alayhissalom eng katta o'g'li bo'lgan Qobilni oradan 2 yil vaqt o'tib dunyoga kelgan Hobilni egizi bo'lgan qiziga uylantirmoqchi bo'ladi-yu, va lekin Qobil otasini bu qaroriga qarshi chiqadi. Sababi esa Qobilni o'zi bilan dunyoga kelgan qiz Hobil bilan dunyoga kelgan qizdan chiroyliroq va kelishganroq bo'lgani uchun otasi aytgan qizga uylanishdan bosh tortadi. Haqiqatdan, birodarlar, Qobilni o'zi bilan dunyoga kelgan qiz nihoyatda husni jamol, kelishgan ayol bo'ladi. Alloh taolo o'sha vaqtda Odam alayhissalomga vahiy qiladi va Hazrati Odam Qobil va Hobil farzandlariga yuzlanib aytadiki, Alloh uchun o'zlaring bajarib yurgan kasb-i koringizdan qurbonlik qiling. Biringiz dehqon, ikkinchingiz cho'ponsiz. Kimni qurbonligini Alloh qabul qilsa, o'shani men husni jamol bo'lgan Qulaynga nikohlab qo'yaman deya hukm chiqaradi. Otasi Odamdan mana shu vazifani olgan 2 o'g'il endi buni ado etish uchun tayyorgarlik ko'rishadi. Va eng kattasi bo'lgan Qobil o'zi yetishtirayotgan dehqonchiliklarning ichiga kiradi-da,
hech bir inson zotiga keragi bo'lmagan, irib, chirib, sasib qolgan mevalarni terib, qurbonlik qilish kerak bo'lgan manzilga olib borib qo'yadi. Endi ikkinchi farzandi Hobil esa o'zi boqib katta qilib yurgan qo'y-qo'zilarning ichiga kiradi-da, bularning ichidan eng semizi va yaltirab turgan qo'chqorini olib, boyagi qurbonlik manziliga olib borib qo'yadi. Bajarilgan qurbonlikda qabul bo'lganini shunday bir alomati bor ediki, xuddi cho'g'dek kichkina bir o't kelib, boyagi qilingan qurbonlikni kuydirib tashar edi. Bu alomat bag'ishlangan qurbonlikda qabul bo'lganidan dalolat edi. Qobil va Hobil otasi aytgandek qurbonlikni qilishadi va ertasi kuni borib qarasa, Qobilni chirigan mevalariga o't tegmasdan o'tib, borib Hobilni qurbonlik uchun atagan qo'chqorini kuydirib yo'q qilib tashaganini ko'rishadi. Qobil birodarlar tabiatan xarakteri o'ta og'ir, qo'rs, dag'al, qo'pol odam bo'ladi. Hobil esa buni aksi, o'ta mehribon, ochiq ko'ngil va rahmdil bo'ladi. Qobil o'zini atagan qurbonligi qabul bo'lmasdan, ukasini qurbonligi qabul bo'lganini ko'rgach, endi Hobilga nisbatan hasadi oshib g'azablana boshlaydi. Ana endi muhtaram birodarlar, bir chekkada pismayib, o'ziga kerak bo'lgan fursatni poylab turgan iblis katta maydonlarga chiqadi. Mana shu vaqtgacha insonlar tavhidda edi. Bir-birlari bilan ahil, inoq bo'lib yashab kelishayotgan edi. Lekin bitta sinov bo'ldi. O'zlari bilan birgalikda yashab kelayotgan iblis endi o'rtaga chiqdi. Qobilni o'zini ukasiga nisbatan g'azabini ko'rgan iblis uni yoniga sekin keladi-da, "Bilasanmi nega Alloh seni emas, ukangni, Hobilni qurbonligini qabul qildi? Chunki seni otang odam shuni xohlagan edi. O'zidan keyin xalifalikda ham o'sha sen yoqtirib uylanmoqchi bo'lgan singling Qulaynni ham ukangga ham nikohlab berishdi, otang xohlagan edi. O'shaning uchun Alloh seni emas, ukangni qurbonligini qabul qildi" deydi. Inson bolasini birodarlar, bu olamda eng katta dushmani bu iblis bo'ladi. Iblisni gaplarini eshitgan Qobilni ukasiga bo'lgan g'azabi yanada ortadi-da, Hobilni yoniga jahl ustida borib, endi uni o'ldirishda aytib tahdid qiladi. Mana shu vaqtda Hobilni akasiga bergan javobi shu bo'ladiki, agar sen meni o'ldirgan qo'lingni ko'tarsang, men senga javoban qo'l ko'tarmayman, chunki men Robbul alamindan qo'rqaman. Albatta, agar sen meni o'ldirishing bilan meni gunohlarimni ham ko'tarib o'zingnikiga qo'shib ketasan va jahannam egalaridan bo'lasan. Albatta bu zolimning mukofotidir deydi. Qobil birodarlar bu olgan javobidan keyin ukasiga nisbatan ziyon bermasdan orqaga qaytadi-yu, lekin kunu tun hayolidan ukasini o'ldirish haqidagi niyati chiqmasdan aylanib turaveradi. Birodarlar, Qobil mana shu qabih niyatda yurgan kunlarning birida ko'z oldiga iblis ko'rinadi. Boyagi ko'zini oldida tasvirlangan iblis uchib ketayotgan bitta qushni tutadi-da, qo'liga harsang toshni olib, qushni yerga yotqizib, qo'lidagi harsang tosh bilan boyagi qushni boshiga bir urib o'ldiradi. Holbuki ko'rsatib beryapti Qobilga iblis jinoyatni qanday bajarish kerakligini. Ana endi uni uzoqdan kuzatib turgan Qobil xuddi iblis bajarganday ukasini boshiga tosh bilan urib o'ldirishni reja qiladi. Va sohil bo'yida qumlikda dam olib uxlab yotgan ukasi Hobilni yoniga sekin keladi-da, qo'liga katta bir harsang toshni olib, boya iblis qanday qushni boshiga urib o'ldirib ko'rsatib bergan bo'lsa, Qobil ham o'zini ukasi bo'lgan Hobilni xuddi shunday uxlab yotgan joyiga boshiga harsang tosh bilan bir urib o'ldiradi. La'natlangan iblisni ko'rsatgan sharofati bilan mana yer yuzida birinchi marotaba qotillik sabab odam bolasini qoni to'kiladi. O'sha kungacha birodarlar hali hech kim olamdan ko'z yummagan edi. O'shaning uchun ham Qobil ukasini jasadini nima qilishni bilmay qoladi.
Va Alloh subhanahu va taolo o'sha Qobilni oldiga ikkita qarg'ani yuboradi. Toki Alloh o'rgatyapti nima qilish kerakligini. Alloh taolo ikkita qarg'ani yuboradi. Bular bir-birlari bilan urushib, bir ikkinchisini o'ldiradi. Va o'ldirgan qarg'a oyoqlari bilan yerni titib chuqur kozlaydi-da, boyagi o'lik qarg'ani chuqurning ichiga tumshug'i bilan tortib itarib tashab, ustiga tuproq tortadi. Bu ishni kuzatib turgan Qobil nadomat chekadi. Voy bo'lsin meni bu holimga deydi. Lekin qilgan gunohi uchun tavba qilmaydi. Uni bu tortgan nadomati nahotki meni aqlim shu qarg'ani aqli yetgan narsaga yetmadimi degan ma'noda bo'ladi. Endi mana shuncha qilgan ishlari yetmasdan shariat man qilgan bo'lsa ham o'zini egiz singlisi husni jamol bo'lgan Qulaynni oladi-da tog'dan pastga sohilga qarata olib qochib tushib ketadi. Va ana shu kundan boshlab birodarlar mana insoniyat ikkiga ajraladi. Odam alayhissalom zurriyotlari tog'da hayot kechirar ekan, bular tavhidda bo'ladi birodarlar, chunki bularning ichida payg'ambar bor edi. Endi Qobil bulardan ajrab sohilga tushgandan keyin bulardan dunyoga kelgan farzandlar asta-sekinlik bilan zalolatga botib boradi. Nimaga? Chunki bularning ichida ilm beradigan, nima halol, nima harom ekanligini aytib ko'rsatib turadigan hech kim bo'lmagan edi. Odam alayhissalom zurriyotlari birodarlar 1000 yillab umr ko'rar edi. Qobil zurriyotlari ham ko'payadi va asta-sekinlik bilan bularning ichida ayshu ishrat, fisq, fijr, har turli gunoh ishlar bo'ladi-yu, va lekin ular yana ham tavhidda bo'ladi. Nimaga? Chunki bularning ichida shirk yo'q edi. Gunohlari bor, harom bor, zino bor, lekin tavhidda. Nega? Chunki ichida shirk yo'q edi. Qobilni o'sha kunga bajargan qotilligi sabab yer yuzida ilk marotaba inson bolasini qoni to'kiladi. Va Rasulullohdan kelgan hadislarning birida Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, o'sha kundan boshlab to qiyomatgacha yashab o'tadigan insonlar orasida agarda kimda kim bir-birini joniga qasd qiladigan bo'lsa, o'sha ishlagan gunohidan bir qismi albatta Qobilga borib turadi deya marhamat qiladi. Nimaga? Chunki birinchi qotillikni shu qilgani uchun. O'sha amal borligini insonlarga ko'rsatib o'zi bajargani uchun. Shunday qilib Qobil sohilda odam va uning qolgan zurriyotlari tog' yonbag'rida hayot kechirishar ekan, birinchi johiliyat davri boshlanadi. Sohilliklar, ya'ni Qobil zurriyotlari tarafidan 1000 turli gunoh kabiralar yer yuziga kirib kela boshlaydi. Bu gunohlardan bittasini kirib kelishi birodarlar yana iblis. E'tibor bering-da, qanaqa jirkanchli amal bo'lmasin, boshida odamlarga ko'rsatib, o'rgatib bergan iblis. Qolganini endi insonlar keragidan ortiqroq qilib bajarib qo'yapti. Kunlarning birida iblis ana shu sohilda yashayotgan Qobil zurriyotlarining ichiga inson suratida kiradi-da, ularning ichida cholg'u asbobini yasab, bularga raqsga tushishni, o'yin kulgu qilishni o'rgatib beradi. Bular o'sha musiqani ovozga shunchalik rom bo'lib ketganidan, hatto ayollari kiyimlarini yechib, yalang'och bo'lgan holatda raqsga tushib ketishadi. Pastdan hali hayotlari mobaynida eshitmagan musiqa ovozini eshitgan Odam alayhissalomning zurriyotlari asta sekinlik bilan pastga tushib keladi-da, tog' va toshlar orqasiga turib olishib, Qobil zurriyotlarini o'yin kulgularini tomosha qilishadi. Ana shu bazmni tomosha qilib turgan tog'lik erkaklardan bittasi ayollarni yalang'och bo'lib o'ynayotganiga chidab tura olmaydi-da, shariat man qilgan bo'lsa ham shart o'rnidan turib ularning ichiga borib qo'shilib bazmlariga sherik bo'ladi. Va shunday orqasiga qaytib keladi-da, qolgan sheriklarini ham olib borib, mana endi birodarlar o'sha kuni yer yuzida birinchi bor zino yuz beradi. Sohillik ayollar tog'lik ayollarga qaraganda haqiqatdan chiroyli va go'zal bo'lgan. Nega desangiz, chunki o'sha sohilliklarning onasi
Qul'aynni o'zi husni jamol bo'lgan. Qobil birodarlar ukasi Hobilni joniga qasd qilgandan keyin Alloh taolo Hazrati Odamga Shis alayhissalomni in'om etadi. Bu qissalar bir-biriga xuddi zanjirdek bog'langani uchun bizlar ham keyingi suhbatimizni Shis alayhissalomdan davom ettiramiz muhtaram azizlar. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va ma barakatuhu.